3 ming bularni katta maqsadi 1, 2, 3, 4, 5. Hop, mana shunga sizni shu qilishlar. Mana sizga hammasi shuni kelasiz. Hamma ko'radi. Keyin ham qanchalik nima masalan kuzatadi. Hop, emotsiyalarga qilishga ayting. Hop, mana o'zingiz siz hozir birinchi qadamdasiz. Siz hozir va shu yerdasiz. Siz 3000 dollarga necha oyda chiqishni xohlaysiz? 3 oy. 3 oy. Xo'p, demak, hozir siz 3 ta yoki 4 ta qadam tashlashingiz mumkin. Sizning hissiyotlaringiz bilan kelishib qilamiz. Xo'p, siz hozir mana shu birinchi qadamda turibsiz, nol holatdasiz. Ya'ni mana shu daqiqada siz 1000 dollardasiz. Endi siz 3000 dollarga borish uchun siz birinchi men nima qilishim kerak deb o'ylaysiz o'zingiz. Ayting, men nima qilishim kerak? Ayting, nima qilsangiz siz 3000 ga chiqasiz? Bilmayman. Xo'p, prosta ayting, o'zingizdan so'rang. Chuqur nafas oling, chiqaring, o'zingizdan so'rang. 3000 dollarga chiqishim uchun 3 oyda men nima qilishim kerak? O'g'limni yaxshi o'qitishim kerak. Через o erkak kishi orqali men shu yo'lga chiqmoqchiman, to'g'risini aytsam. Erim bilan yoki o'g'lim orqali. Uning uchun qancha vaqt ketadi? O'g'lingizni o'qitib, u sizga 3000 topib berish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Misol uchun o'g'lim hozir grafikada o'qiyotgan bo'lsa, dizayn bo'yicha-da. Yaxshi biror bir biznesmen ish bersa, yaxshi oylik taklif qilsa. Qancha vaqt ketadi bunga? Shu 3 oy to'g'rayadi. Hozir o'g'lingiz tayyormi? Yo'q, tayyormiz, o'qiyapti, ikkinchi oy boshladi. Undan oldin moshinda o'qigani bo'ldi. Xo'p, qarang, shunga siz real gapiringda, qachon bitiradilar ular? Biz hozir real qadam qo'yamiz. Tushunarli. Endi keyin bahor o'tib ketyapti. Ha? Demak, maqsad bilan aytilgan gap bir-biriga to'g'ri kelmayapti. To'g'ri. Demak, biz bu yerda konkretlashtirib qolamiz. Demak, siz 3 oyda 3000 dollarga chiqmoqchisiz. Endi siz o'zingizdan so'rang. Birinchi marta qadam qo'yishim uchun nima qilishim kerak? Sizga keladi o'zingizga. Nima qilsangiz chiqib olasiz? Erim ko'proq rag'batlantirib. Motivatsiya berishim kerak. O'g'limga ham, erimga ham. Aha. Давайте, shundan boshlaymiz. Ko'zingizni yuming. Bir qadam qo'ying. Bo'ldi. Mana siz hozir eringizni rag'batlantirayotgan tochkaga keldingiz. Ko'zlaringizni yumib his qiling. Eringizni rosa rag'batlantiryapsiz. Maladovasiz, o'zingiz tasavvur qiling. Rag'batlantiryapsiz, maqtayapsizmi, padeshka qilyapsizmi? Padeshka qilmay maqtash qo'limdan kelmaydi. Xo'p. Rezultat nima bo'lyapti? Sekin-sekin. Nima bo'lyapti sekin-sekin? Oilalari oshyapti, ko'proq ishga kelyapti. Ko'proq pullar kelyapti. Sizga nima foyda bo'lyapti? Menga beradi o'sha beryaptilar. Bo'ldi, qancha berdilar? 500. 500 mingmi? Yo'q, dollar. Bo'ldi, давайте 500 dollarga chiqdingiz. Tabriklaymiz. 1000 dollardan 500 qo'shildi bularga. 1,5 dollar bo'ldi. Tabriklab qo'yinglar, chapingizlar. Qizingizlar. Keyin qadam tashlang. Cho'nchagingizda 1,5 dollar bor. Endi nima qilasiz? Sizga yana 1,5 ming kerak. O'g'lim. Nima qilasiz o'g'lingiz? O'g'limga ham shu motivatsiya beraman, qo'llab-quvvatlayman. Ha. O'zimga ham biror bir yaxshi joyda ish kelsa, hozir bu ishimni xohlamayman. Boshqa joyda ish kelsa, oylik normal. Qanaqa ish kelishi mumkin sizga? Oshpazlikmi? Bilmadim. Kasbingiz nima? O'zi kasbim bo'yicha ishlamayman, hozir do'konlarda ishlayman, nuchda ishlayman. Siz hozir yana 1,5 dollar qo'shimcha topishingiz uchun nima qilishim mumkin deb bilasiz? Nima imkoniyatlaringiz bor? O'ylab ko'ring. Bilmadim, endi yonimda domlar qurilgan. Eshitdim, что 5 ta sog'liqni o'sha tozalab chiqiladi. 5 million oylik. Bu uchun variant, ha? Men uchun bitta variant. Demak, shuni qilasiz. Давайте yuramiz. Bir qadam yurdingiz. O'sha ishlangiz 5 million keldi. Cho'nchagingizda 2 ming bor. Qanaqa his qilyapsiz o'zingiz? Zo'r.
O'xshadimi? O'xshadi. Aha. Yana men qoldi sizga. Yana men topishni qayerdan topsiz bo'ladi? Ikkinchi o'g'lim ishga solaman. Nima qilib solasiz? O'qitaman. Topgan shunchagina pulimlarni investitsiya qilib, investitsiya qilib IT o'qitaman. IT programmistga qilyapman. Qachon o'qitasiz? Xolasi yozda. Yozga hali necha oy bor? Bir oy. Bir oy bo'lsa iyun. Bir oy. Biza 2 oy deylik. Bizaga bir oy qoldimi? Bir oyimiz bor. Unda yo'q. To'g'ri kelmas ekan bunisi. Yana nima variantingiz bor? $1000 topishingiz Ukam. Ukangizga nima qilasiz? Duo qilaman. Ishlar zo'r bo'lib ketsin. Shuni qarang. Birinchi qadam o'zida ukangiz ham qo'shib duo qilib, o'g'lingizni ham bir turli motivatsiya berib yuborib, eringizga motivatsiya berib, o'shani baravar qilsangiz bo'lmasmi? Shu endi ukam esimga tushib qoldi-da. Boshqa variant qolmadi, oxiri ukam esimga tushib qoldi. Demak, birinchi qadam o'zida shularni baravar qilasiz. Eringizga motivatsiyani faqat eringizga emas, o'g'lingizga ham qo'shib berasiz. Ukangizga ham qo'shib berasiz. Уже attem ko'payib qolgan bo'ladi. Endi biz o'tib bo'ldik, siz mana bittasiz. Hozir nima variant? Ukangiz, Ukam, erimga o'g'lim. hop, ukangizni duo qilsangiz, ukangiz berishi mumkinmi? Aniqmi? Aniqlik kiritamiz endi. Demak, aniqlik kiritish uchun nima qilasiz? Men ham shu materialdan maqlashim. Telefon qilib pul bermanga kerak desangiz beradimi? Telefon so'rasam beradi, lekin men telefon qilmasam ham so'rasam ham o'zi xohishicha shunday berib yuborsin. Oldin berib yurganmi hozir? Oldin, misol uchun mana yaqinda marafon bo'ldi. Pul topolmayapman. Hech bo'lmasa 50 ming to'lab qo'yiladi desiz-ku, joyi zayn qilib. Ukamga telefon qildim. 100 ming berib yuradi o'zi. Misol uchun o'tgangiz zakotda berdi. Necha pul? 950 bo'ldi. 950 dollar. Normalniy pul berib. Mana hozir to'g'risini aytaman, mashina kelishimga ham ukam pul berdi. Zo'r demak, $1000 beradi uka. Demak, nima qilasiz? Zakotda Duo qilasiz ukam. Demak, siz qadam boshlashdan oldin aytasiz. Falonchi, ukajon, sen duo qilishni boshladim. $1000 kerak kelib qolsa, to'layverasiz. Давайте. Hop, qadam tashlang. Ukani duo qilyapsiz. Qilyapsiz, aytib qo'ygansiz. Ukaga duolar ketdi. O'xshab qoldi. $1000 keldi. Chumiga chiqib oldim. Chiqib oldingiz. Mana hozir yana bir narsa aytaman. 1-3 oy oldin endi men ishga olib ketgan kelishdi mashina. Endi jentrada kelishdi. Qora jentrada o'tirdim. Endi vaqtda ko'zdan tushib qo'ygan, qo'lim qo'yganman. O'zim mashinamda ketolmayman. Ey Xudo, ukamga ham shunaqa mashina nasib qilgan dedim. Ukam ham jentra olsin dedim. 2 oydan keyin onam telefon qildi, ishlayman, uchta ishlayapman. Ukam mashina oldi, jentra olib keldi. Ishlayapman, endi xamirni qo'yman, ko'zimdan yosh oqib ketyapti. Aytib qo'ydingizmi? Ha, duo qildim, mana shunaqa dedi. Aytdim dedingizmi? Duo qilgan dedingizmi? Mana chiqdilar $3000 ga. Tabriklaymiz bizni. Demak, qadamlarni hamma